Assalomu alaykum qadrli Tutash qalblar kanali tinglovchilari. Qahramonning qo'lida bir burda non, ko'zida esa butun umrni o'zgartirib yuboradigan sir bor edi. O'sha kecha u oddiy ochlikni emas, taqdirning o'zini qo'lida tutib turganini hali bilmasdi. Shahar ustiga tushgan qish sovug'i ko'chalarni jimjit qilib qo'ygandi, lekin eski novvoyxonadan taralgan issiq non hidi odamlarni beixtiyor ichkariga tortardi. Shu yerda yuziga hayotning qattiq urushlari tushgan, ammo ko'zlarida hali ham mayinlik saqlanib qolgan ayol Saodat ishlardi. U beva qolgan, 2 bolasini yolg'iz boqayotgan, har kunini hisob-kitob, ochlik va chidam orasida o'tkazayotgan oddiy bir ayol edi. Uning xo'jayini Ravshan aka esa puldan boshqa narsani ko'rmaydigan, qo'pol, sovuqqon va shafqatsiz odam bo'lib, bir luqma nonning ham hisobini xodimning bo'yniga soladiganlardan edi. O'sha kuni kechga yaqin shamol derazalarni taqillatib, ko'chaga oppoq qor sochayotgan mahal novvoyxonaga bukchaygan bir kampir kirib keldi. U shunchalik holdan toygan ediki, go'yo oyoqlari emas, hayotning o'zi uni zo'rg'a ko'tarib turgandek edi. Yuziga sovuq urgan, qo'llari qaltiragan, ustidagi eski qora paltosi ham ko'p yillik yo'llarning charchog'ini ko'rsatib turardi. Kampirning ko'zlari peshtaxta ustidagi issiq nonlarga tushganda, lablari beixtiyor titrab ketdi. Saodat birinchi qarashdayoq uning oddiy tilanchi emasligini sezdi. Bu nigohda yo'qotilgan yillar, yutib yuborilgan nafaslar va bir umr olib qochilgan alam yashirinib turardi. "Qizim", dedi kampir sekin, ovozi xazonning shivirlashdek mayin va titroq chiqib. "Menga bir bo'lak non bering. 3 kundan beri og'zimga hech narsa tegmadi." Saodatning yuragi uvushib ketdi. 3 kun. Bu so'z ochlikdan ham og'irroq eshitildi. U peshtaxta ortidan bir issiq nonni qo'l uzatib olmoqchi bo'lganida, orqa xonadan Ravshan akaning qattiq va qo'pol ovozi eshitildi. "Bu yer sadaqa tarqatadigan joy emas." Kampirning yelkasidan shunday itarib yubordiki, u yiqilib tushayozdi. Saodat esa shu zahoti o'zini tutolmay qoldi. "To'xtang", dedi u ilk bor xo'jayinga qarshi chiqib. "Unga tegmang." Ravshan aka hayratdan bir lahza qotib qoldi. Saodat esa qo'rqayotganiga qaramay kampirni stulga o'tkazdi. Unga issiq choy, sariyog' surtilgan non va ozgina taskin berdi. Kampir nonni yeya boshlaganida uning ko'zlaridan yosh to'xtamay oqardi. Saodat shu manzarani ko'rib o'z onasini esladi. Agar uning onasi shu holga tushganida nima bo'lardi? Shu savol uning ko'ksini tirnadi. Kampir esa nonning oxirgi bo'lagini sekin uzib, qo'lidagi yirtik mato orasidan kichkina tuguncha chiqardi. "Bu senga", dedi u. "Men buni sening yuraging toza ekanini ko'rib beraman." Saodat tugunchani ochsa, ichida qadimiy tilla uzuk va sarg'aygan eski surat bor edi. Suratda yosh, go'zal bir ayol, harbiy kiyimdagi erkak va kichkina qizaloq birga turardi. Suratning orqasida esa titroq qo'l bilan yozilgan so'zlar bor edi: "Merosxo'r tirik." Saodat bu so'zlarni o'qigach, hayratdan muzlab qoldi. Kampir esa shivirlab dedi: "Meni Xadicha deb chaqirishardi. Men bu shaharga adashib kelganim yo'q. Men omonatimni qidirib kelganman." Shu gaplar bilan u qorli kechada g'oyib bo'lib qoldi. Saodat esa qo'lida uzuk va surat bilan yolg'iz qoldi. Shu kechadan boshlab uning oddiy hayoti tugadi. U hali bilmasdi, bu uzuk yillab yashiringan boylikning kaliti, o'sha kampir esa uni o'z qiziga olib keladigan yo'lning boshida turgan ona ekanini. Ertasi kuni Saodat uzukni va suratni bir zargar Hasan aka oldiga olib bordi. Hasan aka eski bozor chetidagi tor ustaxonada ishlaydigan, ko'zlari o'tkir, qo'li gul, lekin hayotning ko'p sirlarini ko'rib ulgurgan odam edi. U uzukni ko'rishi bilan yuzining rangi o'zgardi. "Bu oddiy bezak emas", dedi u ovozi qaltirab. "Bu Qodirxonlar sulolasining muhr uzuki." Saodat uning gapidan anglamay qoldi. Hasan aka chuqur nafas olib hikoya boshladi. Qodirxonlar shaharning eng badavlat va eng qudratli oilalaridan biri bo'lgan. Ularning boyligi ham, sirli yashash tarzi ham odamlar orasida afsonaga aylangan edi. Ularning uyini oltin uy deb atashardi. Ammo 15 yil oldin bu oila bir kechada g'oyib bo'lgan. Boshidagi general, uning xotini va kichkina qizi izsiz yo'qolgan. Odamlar esa buni o'zaro fitna, xiyonat yoki qotillik deb taxmin qilishgan. Hasan aka uzukni ehtiyotkorlik bilan ushlab, qo'shimcha qildi: "Bu uzuk birgina taqdirni emas, butun bir xazinaning kalitidir. Ammo u bilan birga o'lim ham yuradi."
Saodatning qo'llari qaltirab ketdi. U kampirning nega bu uzukni aynan o'ziga berganini endi tushuna boshladi. Chunki sirni yashirish uchun unga ishonchli odam kerak edi. Ammo bu ishonch uning hayotini xavfga qo'yayotganini hali bilmas edi. Shu payt uning oldiga qora oynali mashina kelib to'xtadi. Mashinadan ikki yigit tushdi. Ular orasida chandiqli, sovuq nigohli biri bor edi. U Saodatga tikilib kampir haqida so'radi. Saodat esa titrab bo'lsa ham kampirni ko'rmaganini aytdi. Lekin yigitlar uni ishonchsizlik bilan kuzatib turishardi. Saodat o'sha daqiqada uzukni yashirish va uni himoya qilish kerakligini angladi. Uyga qaytgach, u farzandlari Jasur va Dilnoza uxlab yotgan xonaga qaradi. Sovuqda titrab yotgan bolalarini ko'rib ko'ngli ezildi. Kichik o'g'li isitmadan yonib yotardi. Ularning dardi, ochligi, sovuq uyi va kelajak haqidagi xavotirlar Saodatni ezib tashlayotgandi. U uzukni bir lahza sotib yuborish haqida o'yladi. Ammo kampirning yoshli ko'zlari, titragan qo'llari va "Bu mening omonatim" degan so'zlari qulog'ida jaranglab turardi. U xiyonat qila olmadi. Shu payt u suratni yana bir bor ko'rdi va uning orqasidagi yozuvga ko'zi tushdi. Qidiring, oltin uy, yerosti yo'lagi. Saodat shu so'zlarni o'qib, yangi savollar girdobiga tushdi. Oltin uy qayerda edi? Nega kampir bu sirdan qochib yurardi? Nega unga bu omonatni topshirdi? Va nega qora mashinada kelgan yigitlar uni izlardi? Bu savollarga javob topish uchun u tun qorong'isida farzandlarini qo'shniga topshirib, shaharning chekkasidagi tashlandiq qasr tomonga yo'l oldi. Qor qalin yog'ib, izlarni bir zumda yopayotgan kecha edi. Saodat baland panjara oralig'idan o'tib, vayrona qasr hovlisiga kirganda yuragi qinidan chiqib ketayozdi. Derazalari singan, devorlari chirigan, ichkaridan esa eski yog'och va namlik hidi kelardi. U yer xuddi bir vaqtlar hashamat, keyin esa dahshat hukm surgan joyga o'xshardi. U zinadan pastga tusharkan, yerosti yo'lagi uning oldida og'ir nafas olayotgandek tuyuldi. Devorda o'yilgan belgiga ko'zi tushdi, lochin va qilich. Xuddi uzukdagi muhr bilan bir xil edi. Demak, men to'g'ri keldim, deb pichirladi u. Lekin shu lahzada ortidan sovuq ovoz eshitildi. To'g'ri kelding, deb o'ylaganding, to'g'rimi? Saodat o'girilib qaradi. Qorong'uda chandiqli yigit va uning ortida 3 qurolli odam turardi. Ular uni ancha vaqtdan beri kuzatib kelishayotgan edi. Endi qopqon yopilgan edi. Saodat qo'lidagi temir qutini mahkam bosdi. Chandiqli yigit uning yoniga yaqinlashib, uzukni va qutini berishni buyurdi. Saodat esa orqasida bolalari borligini, ularga qaytishi kerakligini bir soniya bo'lsa ham unutmagan edi. U ko'nglidagi qo'rquvni yutib, oldidagi erkakning yuziga fonarini bor kuchi bilan urdi. Shishaning qarsillashi, qichqiriq va qorong'ulik ichida otilgan o'qlar bir lahza yerosti yo'lagini tutun va betartiblikka to'ldirdi. Saodat o'zini yon tomondagi tor shamollatish tuynugiga urdi, panjarani qo'pol ravishda tortib chiqardi va qor uyumiga dumalab tushdi. Ortidan qurolli odamlar qichqirib quvdi. Lekin qalin qor shamol oyoq izlarini tezda yopib ketar, u esa qattiq sovuqda nafasini zo'rg'a bosib yugurardi. U yarim muzlagan holda avtobus bekati yoniga yetib borib temir qutini ochdi. Ichidan generalning kundaligi, sarg'aygan hujjatlar va qizil muhrli xat chiqdi. Xatni ochgach, Saodat dunyosi ostin-ustun bo'lib ketdi. General Qodirxon o'zining o'limidan oldin yozib qoldirgan edi. Xiyonatkor do'sti Shavkat uni sotgan. Bankdagi yashirin hisob raqami faqat qizi va muhrli uzuk orqali ochilishi, xotini Xadicha va qizi Nozima yashirincha qochirilgani, qizi esa merosxo'r tirik ekanligi. Saodat xatni o'qib, qo'lidagi uzukni ko'z oldiga keltirdi. Sochlar orasida yashirilgan yulduzsimon xol, bolaligidan beri his qilib kelgan g'alati yetimlik hissi, asrab olgan ota-onasining avtohalokatda o'limi. Hammasi bir nuqtaga yig'ildi. U oddiy novvoy emas edi. U Qodirxonning yo'qolgan qizi Nozima edi. O'sha kampir Xadicha esa uning onasi bo'lib chiqdi. Bu haqiqat uni yig'latmadi. Aksincha, ichida muzdek bir qattiqlik uyg'otdi. Chunki endi u faqat omonatni emas, o'z ismiga qaytishni ham topgandi. Lekin bu sir ochilishi bilan xavf ham 2 barobar oshdi. Uyga qaytganida darvoza buzilgan, eshik sindirilgan, qo'shnisi hushsiz yotgan, farzandlari esa g'oyib bo'lib qolgan edi.
Devorga pichoq bilan qadalgan qog'ozda esa bitta jumla yozilgan edi: agar uzukni ertaga soat 18 gacha olib kelmasang, bolalaringning kiyimlarini topasan. Saodat qog'ozni o'qib bir soniyada muzlab qoldi. Bu endi faqat boylik uchun emas, balki farzandlari uchun kurash edi. U ko'z yoshini artdi, uzukni mushtiga mahkam siqdi va shu lahzada oddiy sotuvchi ayol yo'qoldi. Uning o'rniga farzandlari uchun hatto jahannamga kirishga tayyor ona paydo bo'ldi. Saodat ertasi kun uchun tayyorlana boshladi. Eski pechdan kerosin to'ldirilgan shisha oldi, oshxonadagi eng o'tkir pichoqni yashirdi, haqiqiy uzukni soch orasiga joyladi, temir qutiga esa bozor uzugini va aldov uchun boshqa qog'ozlarni soldi. U Shavkatning odamlarini alday olishini, hech bo'lmaganda vaqt yutishini bilardi. Soat 10 bo'lganda u tashlandiq zavodga qarab yo'l oldi. Ichkarida bolalari Arman va Maysara stullarga bog'lab qo'yilgan, ko'zlarida qo'rquv, lablarida esa onalarni ko'rib yengil umid bor edi. Oldinda Shavkatning odamlar, orqada qop-qorong'i beton devorlar, ustida esa sanoqli soniyalar. Shavkatning o'zi paydo bo'lib, sovuq tabassum bilan uni qarshiladi. U faqat uzuk va bankdagi hisob raqamni ko'zlardi. Saodat esa qutini ko'kragiga bosib, farzandlari oldida yashash va o'lim orasidagi eng ingichka chiziqda turardi. Shavkat uzukni talab qildi, Saodat esa qutidan kerosin sepkilab, o'zini ham, qutini ham yoqib yuborishga tayyor ekanini bildirdi. U endi zaif emasdi. Haqiqatga aylangan ona edi. Va aynan o'sha payt zavod atrofini qoplagan tutun orasidan politsiyaning shovqini eshitildi. Maxsus guruh kirib keldi, soya ichida harakat qilgan odamlar tarqaldi, Shavkatning yuzidagi ishonch esa bir zumda sinib tushdi. Lekin bu hali yakun emasdi. Chunki qizni qidirgan odamlar orasida ham sirli nom bor edi. Va Saodat hali bilmagan yangi haqiqat, eski uy ostidagi laboratoriyaga olib boradigan eshik bor edi. Shavkatning odamlaridan biri yerga yiqilgan zahoti zavod ichida betartiblik boshlandi. Qichqiriqlar, qurollarning shiqillashi, beton devorlarga urilgan oyoq tovushlari va tutun orasida adashgan fonarlar bir zumda tunning barcha sovuqligini yutib yuborgandek bo'ldi. Saodat bolalar tomon o'qday otilib bordi. Arman va Maysara stullarga bog'langanicha qaltirab turishardi. Ularning ko'zlarida onalarini ko'rish bilanoq kuchliroq bo'lib ketgan bir ishonch chaqnadi. Saodat birinchi navbatda iplarni kesishga urindi. Qo'lidagi pichoq titrab turar, lekin u o'zini yo'qotmadi. "Qo'rqmanglar, bolalarim", dedi u bo'g'iq ovozda. "Men keldim." Maysara onasining bag'riga yopishdi. Arman esa tishlarini qisib atrofga qaradi. U onasi endi odatiy ayol emasligini sezgandek edi. Saodat iplarni uzib, bolalarini yoniga oldi, ammo ayni shu payt orqadan Shavkatning sovuq ovozi yangradi. "Sening jasorating meni hayratda qoldirdi, Nozima." Saodat qotib qoldi. Bu nomni eshitish uning ichidagi yarani qayta ochdi. U asta orqasiga burildi. Shavkat qo'lida shampan rangli stakan emas, qora tutqichli to'pponcha ushlab turardi. Uning yonida turgan chandiqli yigit ham endi bir oz ehtiyotkor ko'rinar, chunki vaziyat u kutganidan tez yomonlashayotgan edi. "Meni o'sha ism bilan chaqirma", dedi Saodat past, ammo qat'iy ovozda. "Sening haqingda men uchun endi hech narsa ahamiyatli emas." Shavkat jilmayib qo'ydi. "Aksincha", dedi u. "Endi hamma narsa ahamiyatli. Chunki sen mening barcha yillarimning kalitisan." U qutiga ishora qildi. "Uzukni ber. Bolalaring sog' salomat chiqadi." Saodat bolalarini ortiga oldi. Ularning orqasida beton devor, oldida esa qurolli odamlar va o'rtada bir ona bor edi. "Bitta xato qilsang", dedi u, "men bu qutini yoqaman. Va sening shohliging abadiy kulga aylanadi." Shavkatning ko'zlari qisildi. U Saodatning boshqalardan farqli ekanini endi anglab yetayotgandi. Bu ayolni qo'rqitib bo'lmasdi. Chunki u allaqachon hamma narsasini yo'qotgan, shu sababli endi faqat yutishi mumkin edi. Shu payt zavodning narigi tomonida portlashga o'xshash qattiq ovoz yangradi. Derazalar qarsillab sinib tushdi. Tutun orasidan qora libosdagi yana bir necha odam kirib keldi. Ular politsiyami, raqib guruhmi, dastlab ajratish qiyin edi. Lekin eng oldinda turgan baland bo'yli odamning yuzida tanishlik bor edi. U kampir Xadichaning eski rasmida ko'ringan erkak edi. Saodatning yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. "Siz", dedi u zo'rg'a.
Erkak sekin bosh irg'adi. Men seni uzoqdan kuzatib keldim, dedi u. Men Qodirxonning eski odami edim. Va men onangning oxirgi vasiyatini olib kelganman. Shavkat yuzini burishtirdi. Xoinlarni olib keldingmi, dedi u. Erkak unga tikilib sovuq ohangda javob berdi. Xoin sen bo'lding. Biz faqat kechikdik. Saodat hozir nima bo'layotganini anglashga urinar, lekin vaqt uni bosib borardi. Arman shivirlab dedi. Oyi, nega ular sizni Nozima deyishyapti? Saodat bolasi tomon qaradi. Ko'zlaridagi yoshni zo'rg'a tiyib, bu mening asl ismim, dedi. Men sizlarga keyinroq aytaman. Ammo keyinroq degan narsa bu kechada mavjud emas edi. Chunki ayni paytda Shavkat odamlarga ishora qildi va ular oldinga yopirildi. Saodat bolalarini panaga oldi, qo'lidagi pichoqni chiqarib, birinchi kelgan odamning bilagiga urdi. Yigit qichqirib orqaga chekindi. Shunda u temir qutini yerga tashlab yubordi. Qutining qopqog'i ochildi. Ichidan tilla uzuk, kundalik va bir nechta bank hujjatlari polga sochildi. Shu bilan birga qora sochli, yuzida charchoq izlari bor bir ayol ham kirib keldi. Bu Xadicha edi. Saodatning yuragi bir lahza yorilib ketayozdi. Onasi tirik edi. Uning oldida turardi. Ammo bu uchrashuv quvonch emas, og'riq bilan to'la edi. Xadicha qizining ko'ziga qaradi. Kechirdingmi, deb so'ragandek jim turdi. Lekin Saodat hozir kechirishga emas, tushunishga tayyor edi. Siz meni tashlab ketdingizmi, dedi u zo'rg'a. Xadicha yosh to'la ko'zlarini yerga soldi. Yo'q, dedi u. Men seni qutqarish uchun ketdim. Shavkat qahqaha otib kuldi. Mana sizlarga oilaviy ko'rishuv, dedi u. Endi bankni ochadigan vaqt keldi. U qo'lidagi telefonni ko'tarib, shifrlangan hisob raqamlariga ulanadigan kodni talab qildi. Xadicha esa bir qadam oldinga chiqib qiziga qaradi. Nozima, dedi u past ovozda, agar sen onangga ishonayotgan bo'lsang, uzukni menga ber. Saodat bir lahza ikkilanib qoldi. Bu ona edi. Ammo u ham yillar davomida sir bo'lib yashagan ayol edi. U haligacha ishonish yoki ishonmaslik orasida qotib turganida, orqa tomondan politsiya sirenasi yaqinlashdi. Vaqt tugayotgan edi. Shavkatning yuzi o'zgardi. U endi shunchaki boylik qidirayotgan odam emas, qo'lidan chiqayotgan imperiyani saqlab qolishga urinayotgan yirtqichga aylangandi. Bering, deb qichqirdi u. Aks holda hammangiz shu yerda yo'q bo'lasizlar. Saodat uzukni mahkam ushlab bir qadam orqaga chekindi. Uning qalbida birdan bir narsani aniq tushunish paydo bo'ldi. Bu uzuk boylikka olib bormaydi, balki unga kimligini eslatadi. Va kimligini bilgan odamni hech kim endi alday olmaydi. U uzukni Xadicha tomon cho'zgan zahoti onasi bo'ynidagi eski medalyonni ochdi va ichidan kichik, yashirin kalitni chiqardi. Endi, dedi Xadicha ovozi titrab, biz nihoyat uydagi yerosti xonasini ochamiz. Shavkatning yuzi oqarib ketdi. U bu kalit haqida bilardi. Lekin kech edi. Xadicha uzukni qizining qo'lidan olib, kalit bilan birga temir qutidagi maxsus moslamaga joyladi. Uzoqdan klik degan ovoz eshitildi. Zavod pollari ostidan chuqur gumburlash o'tdi. Xuddi yer ostida yashirin xona uyg'ongandek. Betonning bir qismi asta ko'tarilib, qorong'u yo'lak ochildi. Xadicha Saodatga qarab dedi, bu yerda sening haqiqiy javobing bor. Saodat bolalarini bag'riga bosib yer ostiga tushdi. Ular qorong'u zinadan pastlarkan, orqada Shavkatning qiqiriqlari, politsiyaning shovqini va sinayotgan tarixning sadosi eshitilib turardi. Pastda esa boshqa bir dunyo bor edi. Chang bosgan hujjatlar, eski suratlar, yashirin yozuvlar, sinovlar haqidagi daftarlar. Va devorda bitta jumla yozilgan edi, meros boylikda emas, haqiqatda. Saodat shu so'zlarni o'qib turib, onasining nega uni yashirganini, nega kampir qiyofasida qaytganini, nega hayoti o'zgarganini endi butunlay anglay boshladi. Bu faqat boylik haqida emas edi. Bu nasl, gunoh, tavba va kechikkan muhabbat haqida edi. Shu payt yerosti xonasining eng chekkasida eski telefon jiringlab yubordi. Saodat unga qaradi. Telefon tagida bitta yozuv bor edi. Agar shu yerga yetgan bo'lsang, demak hali hammasi tugamagan. Saodat telefonni ko'tarishdan oldin bir lahza qotib qoldi.
Yerosti xonasining sovuq havosi, devorlar orasiga singan eski vaqt nafasi va bolalarning ortidan eshitilayotgan onasining og'ir nafasi xuddi uning ko'kragini siqib qo'ygandek edi. Qo'ng'iroq esa to'xtamay, xuddi allaqachon unutib yuborilgan haqiqat yana ovoz so'rayotgandek jaranglar edi. U sekin qo'l uzatdi. Telefon trubkasini kaftiga oldi. "Eshitaman", dedi u zo'rg'a. Qarshi tarafdagi ovoz juda past, ammo tanish edi. "Agar shu joyga yetib kelgan bo'lsang, demak seni hanuz yolg'iz deb o'ylashgan", dedi ovoz. Saodatning yuragi qisilib ketdi. Bu ovozni u hech qachon unutmagan bo'lsa-da, bu lahzada tanishlikdan ham qo'rqinchliroq narsa bor edi. Chunki bu ovoz unga bolaligida eshitgan birgina kechani eslatdi. Onasi yig'lab yuborgan tun. Otasi eshikni yopib chiqqan kecha. Va keyin hamma narsa sukutga ko'milgan payt. "Siz kimsiz?" dedi u bo'g'iq ovozda. Qarshi taraf jim qoldi. So'ng sekin javob keldi. "Men seni qidirgan oxirgi odam emasman. Men seni yo'qotgan birinchi odamman." Saodatning barmoqlari sovuq metallga mahkam yopishdi. Bolalari uning ortida qimir etmay turishardi. Hadicha esa telefonning yonida jim, boshini quyi solib qolgandi. "Siz otammisiz?" dedi Saodat titrab. Qarshi tarafdagi odam ohista nafas oldi. "Agar meni otang deb atasang, unda seni bundan buyon yolg'iz qoldirmayman", dedi u. Saodat xuddi yer tagidan otilib chiqqan muzdek havo ichiga tushib ketgandek bo'ldi. U bu odamni ko'rmagan, ammo ovozidan uning butun umrini boshqargan izni sezgandek edi. "Nima istaysiz?" dedi u. Ovoz javob berdi, haqiqatni. Hadicha birdan boshini ko'tardi. Ko'zlaridagi qo'rquv bir zumda g'azabga aylangandek bo'ldi. "Telefonni tashla", dedi u qiziga iltijo va buyruq orasidagi ohangda. "Hozir tashla." Ammo Saodat allaqachon kechikkan edi. Chunki telefonning qarshi tomonida gapirayotgan odam shunchaki bir shantajchi emasdi. U yillar davomida yashirilgan tizimning oxirgi kaliti edi. U qiziq ko'rinsa ham, Shavkatning ustidan turgan eng baland soyadan biri edi. "Sen bu odamni bilmaysan", dedi Hadicha shivirlab. "U seni topishimga yo'l qo'ymaydiganlardan biri edi." Saodat asta onasiga qaradi. "Unda nega hozir menga qo'ng'iroq qilyapti?" Hadicha lablarini qattiq qisdi. "Chunki ular Shavkatni ham tashlab yuborishdi", dedi u. "Endi o'yin yangidan boshlanadi." Shu zahoti yerosti xonasining narigi burchagidagi eski monitor qizil rangda yonib ketdi. Avval bir xiralanish, keyin xira tasvir. Ekranda yosh, juda yosh, ammo nigohi allaqachon kattalarnikdek sovuq bo'lgan qizaloq ko'rindi. Uning bilagida shu yerda topilgan uzukdagi muhrga o'xshash belgi bor edi. Saodat bir lahza qotib qoldi. Bu surat u bolalikdagi xotiralardan biri emasdi. Bu surat undan oldingi avlodga tegishli edi. Hadicha ekranga qarab ko'zini yumdi. "Bu sening tog'angning qizi", dedi u nihoyat. Saodat beixtiyor orqaga chekindi. "Mening tog'am." Hadicha bosh irg'adi. "Qodirxonlar merosi faqat senga tegishli emasdi. Bu boylik bir oilani emas, bir necha oilani bog'lab qo'ygandi." Shavkat esa shuni bilib, hammani bir-biriga qarshi qo'ydi. Saodatning ko'zi suratga qadaldi. Qizaloqning nigohi g'alati tanish tuyulardi. Xuddi o'sha nigohni u allaqachon biror ko'zda ko'rgandek. "Bu qiz hozir qayerda?" dedi u. Hadicha og'ir nafas oldi. "Agar u tirik bo'lsa, u bizdan ham xavfda." Telefon yana jim bo'lmay qoldi. U yerdan sovuq, hisobsiz ovoz keldi. "Nozima, agar men senga bir marta yolg'on gapirgan bo'lsam, bu safar men seni kutib olyapman." Saodatning tomog'i qurib ketdi. Bu odam uning asl ismini bilardi. Demak, u faqat oilaviy sirni emas, uning butun shaxsiyatini ham o'qib ulgurgan edi. "Siz meni qayerdan taniysiz?" dedi u. Ovoz sovuqroq bo'ldi. "Men seni dunyoga kelganingdan beri kuzatganman. Chunki sening hayoting men yo'qotgan narsaning davomi." Hadicha birdan telefon simini tortib uzib yubordi. Qo'ng'iroq uzildi. Xonaga shunaqa jimlik tushdiki, hatto bolalarning nafas olishi ham eshitilayotgandek bo'ldi. Saodat onasiga tikildi. "Menga hammasini ayting", dedi u. "Endi yolg'on yo'q." Hadicha ko'zlarida yosh bilan sekin bosh irg'adi. "Bo'lsa bo'ladi", dedi u. "Lekin bu erda emas.
Bu yer endi xavfsiz emas. Shu zahoti yer osti xonasining eshigi tashqaridan kuch bilan urildi. Ustidan chang yog'ildi, eski temir g'ichirlab titradi. Shavkatning emas, boshqa birovning ovozi yangradi, ochib qo'yinglar. Bu joy allaqachon topildi. Saodat bolalarini mahkam quchoqladi. Hadicha esa devordagi bir yashirin panelga yelib bordi. Uni ochganida ichkaridan tor, qorong'u qochish yo'lagi ko'rindi. "Mana", dedi u shivirlab. "Agar hali ham menga ishonadigan bo'lsang, shu yo'ldan chiqamiz." Saodat bir lahza ikkilanib turdi. Keyin bolalarini oldinga o'tkazdi. Ular tor yo'lakka kirarkan, orqada monitor qizil rangda miltillab eski xotiralar va yangi xavflarni birga uyg'otayotgan edi. Hadicha oxirgi bo'lib orqasiga qaradi. Uning nigohida aybdorlik ham bor edi, og'riq ham, kechikkan onalik ham. "Nozima", dedi u juda past ovozda, "men seni bir marta yo'qotganman. Ikkinchi marta yo'qotishga haqqim yo'q." Saodat javob bermadi. Lekin shu so'zlar ichida ilk marta onasining ovoziga ishonchning juda kichik uchquni paydo bo'ldi. Ular tor yo'lak bo'ylab yugurib borar ekan, yuqorida Shavkatning odamlari yerosti xonasini buzib kirayotgan, o'tmish esa orqalaridan yopilib kelayotgan edi. Saodat esa endi bitta narsani aniq bilardi. Bu yo'qotilgan boylik haqida emas edi. Bu uni o'g'irlab olingan hayoti, yashirilgan ism va qizi emas, asl merosxo'r sifatida qabul qilishga majbur bo'lgan taqdir haqida edi. Tor yo'lakning devorlari nam, sovuq va qoq sukunatga to'la edi. Saodat oldinda bolalarini, ortida esa onasini kuzatib borar ekan, yuragi ko'ksidan chiqib ketayozardi. Har bir qadamida yer ostidan eski uylarning o'chmagan nafasi, yillar davomida ko'milgan sirlar va hali aytilmagan haqiqatlar eshitilayotgandek tuyulardi. Oldinda esa qorong'ulik tugamas, faqat boshqa bir qorong'ulikka ulanayotgandek edi. Maysara qo'rquvdan onasining qo'lini mahkam qisdi. Arman esa orqasiga bir qarab qo'ydi. "Oyi, ular kelayaptimi?" dedi u shivirlab. Saodat javob berishdan oldin Hadicha orqasiga bir zum quloq soldi. Yuqoridan qarsillagan zarbalar, temirning yorilgani, odamlarning qichqirig'i eshitilib turardi. "Ha", dedi u juda past ovozda. "Lekin ular bizni faqat bu yo'lak uchun quvishyapti, bolam. Ular bizni haqiqatga yetkazmaslik uchun quvishyapti." Yo'lak keskin burilib, kichik temir eshikka olib chiqdi. Hadicha uni ochgan zahoti Saodat yuziga sovuq tungi havo urildi. Ular yer ostidan chiqib tashlandiq omborlar orasidagi tor hovliga chiqib kelishgan edi. Osmon qorong'i, shamol esa xuddi pichoqdek kesib o'tardi. Saodat atrofga qaradi. Bu joy shahar chekkasidagi eski ishlab chiqarish hududi bo'lib, derazasiz binolar, zang bosgan quvurlar va tashlandiq konteynerlar orasida yashiringan edi. "Bu qayer?" dedi u. Hadicha qisqa javob berdi. "Men seni shu yerga olib chiqib, bir vaqtlar yashiringan yana bir eshikni ko'rsatmoqchiman." Saodat hali tushunib ulgurmasdan, orqada temir eshik qarsillab yopildi. Yuqorida kimdir ularni sezib qolgan edi. Uzoqdan avtomobil chiroqlari miltilladi. Shavkatning odamlari yo'q emasdi, ular izga tushgan edi. Hadicha shoshildi. "Tezroq", dedi u. Ular qorong'u konteynerlar orasidan yugurib baland devor yoniga yetib kelishdi. Devorda eski qulflangan panjara bor edi. Hadicha uning tagidagi kichik tugmani bosdi. Zanglagan temir nola qilib eshik ochildi. Ichkarida tor, chang bosgan bino ko'rindi. "Bu nima?" dedi Saodat. "Eski saqlash ombori", dedi Hadicha. "Lekin bu yerning ostida yana bir qavat bor. Va u yerda sening onang yozib qoldirgan oxirgi yozuv saqlangan." Saodat qotib qoldi. "Onam yana nimani yashirgan?" Hadicha uning ko'ziga bir lahza tikildi. "Hammasini", dedi u. "Va men seni shu kechgacha shuning uchun topolmay yurdim." Ular binoga kirishdi. Ichkarida havoning o'zi ham zang hidiga qorishgan, eski raflarda chang bosgan quti va yopiq daftarlar turgan edi. Hadicha yoriq beton devordagi kichik temir plastinkani tortdi. Yer ostiga olib tushadigan yana bir zinapoya ochildi. Saodat hayratdan qotib qoldi. "Bu yerda nima bor?" dedi u. Hadicha javob berishdan oldin devor ortidan qattiq shovqin eshitildi. Shavkatning odamlaridan biri yuqoridagi eshikni buzayotgan edi. Vaqt juda oz edi. Ular zinaga tushib borarkan, Hadicha nihoyat gap boshladi.
Sening onang bu sirni boylik uchun yashirmagan, dedi u. U bir necha bolani, bir necha ismni va bir nechta hayotni saqlab qolish uchun yashirgan. Saodat yuragini changalladi. Boshqa bolalar ham bormi? Hadicha bosh irg'adi. Ha. Va ulardan biri sening qizing bo'lishi mumkin edi. Saodat bir zumda to'xtab qoldi. Nima? Hadicha ko'zini yumdi. Men kech qoldim, dedi u. Yillar oldin seni olib qochganda, ular sen bilan birga boshqa bir chaqaloqni ham yo'q qilishni rejalashtirishgan. Lekin onang uni alohida joyga yuborgan. O'sha qizaloq keyin boshqa ism bilan yashagan. Saodatning boshi aylanib ketdi. Qayerda u, dedi u. Hadicha javob berishdan oldin zinaning pastida kichik xonaga tushib kelishdi. U yerda eski stol, devorlarga yopishtirilgan suratlar, eski magnitofon va temir seyf bor edi. Seyf ustida bitta yozuv bor edi, Nozima uchun. Saodat shivirlab nafas oldi. Hadicha esa sekin seyfni ochdi. Ichida bir daftar, bir nechta surat va qizil muhr bilan yopilgan maktub bor edi. Daftarning birinchi varag'ida yozilgan ismni ko'rgan zahoti Saodatning yuragi urmay qolgandek bo'ldi. Bu ism uni hayotida birinchi marta qayta tug'ilgan joyga olib kelardi. Yuqorida temir eshikning qarsillashi va og'ir oyoq tovushlari tobora yaqinlashib borardi. Shavkatning odamlari yer ostiga tushganini tushunsa bo'lardi. Hadicha shoshilib daftarni ochdi va Saodatning oldiga surdi. Bu o'zingniki, dedi u. Saodat sahifalarga tikildi. Birinchi satrlardanoq onasining qo'li tanildi. Agar qizim bu yerga yetib kelgan bo'lsa, demak men uni himoya qila olmadim. Saodat ko'zlarini yumib oldi. Bu satr bolani emas, butun umrini tark etmagan jarohatni uyg'otdi. Daftarda yozilishicha, Qodirxonlar oilasining sirli boyligi, yerosti raqamlari va bank hisoblari faqat uzuk bilan emas, balki qon bilan tasdiqlanadigan maxfiy kod bilan ochilishi kerak edi. Bu kod esa Saodatning bolalikdan beri bilgan, ammo ahamiyat bermagan bir belgisida yashiringan edi. Chap yelkasidagi kichik yulduzsimon xol. Hadicha jim dedi, shu belgi sening tug'ilganingdan beri himoya edi. Va u seni tasodifiy emas, maxsus yashirilgan farzandga aylantirgan. Saodatning lablari qurib ketdi. Demak men faqat merosxo'r emasman. Hadicha bosh irg'adi. Sen dalilisan. Agar seni topishsa, ular faqat boylikni emas, men va onang boshlagan izni ham yopib tashlashardi. Arman orqadan shivirladi, oyi, ular kelishyapti. Darhaqiqat, yuqoridan beton ustiga urilgan nur va ovozlar xonani titratardi. Hadicha eski magnitofonni yoqdi. Ichidan onasining ovozi chiqdi. Yozuv qaltirab, lekin aniq edi. Agar sen bu yozuvni eshitayotgan bo'lsang, men sening oldingda bo'lmasligim aniq. Meni kechirishingni so'ramayman. Men faqat seni yashirish uchun haqiqiy ismimni ham, haqiqiy yuzimni ham yo'qotdim. Saodat qotib qoldi. Ovoz davom etdi. Sening otang seni bir marta emas, 2 marta qutqarishga uringan. Birinchi marta seni o'g'irlab ketishgan kechada, ikkinchi marta esa haqiqat ochilib ketmasin deb sukut qilganida. Bu so'zlar Saodatning ko'ksini tilib o'tdi. U otasini, o'sha sirli odamni, bu o'yin ichidagi barcha qatlamlarni endi butunlay boshqa ko'z bilan ko'rayotgandi. Magnitofondagi ovoz yana dedi, Shavkat meni sotib yubordi. U faqat boylikni emas, Qodirxonlarning asl merosxo'rlarini ham yo'q qilishni istadi. Hadicha ko'z yoshini artdi. Endi eshityapsanmi, dedi u qiziga. Men seni nega qidirganimni? Saodat javob bera olmadi. Chunki devor ortidan birinchi temir zarba tushdi. Eshik yorilib, chang otilib kirdi. Shavkatning sovuq ovozi yerosti xonasini bosib ketdi. Nozima, yashirinish foydasiz. Sen baribir meniki bo'lasan. Saodat qattiq nafas oldi. Bu safar u yugurib qochmoqchi emasdi. U qopqonning ichida turib, qopqon egasining ko'ziga qaramoqchi edi. U uzukni qo'lga oldi. Qizil tosh bir zumda yorug'likni qaytardi. Hadicha shivirladi, uni daftar ustiga qo'y. Saodat uzukni daftarning maxsus belgisiga tekkizgan zahoti devordagi yashirin panel ochildi. Ichkaridan eski metal quti va bir dona kichik kalit chiqdi. Hadicha hayratdan qotdi. Bu onangning so'nggi kaliti, dedi u. Bu kalit seni bankdagi raqamga emas,
Seni Qodirxonlar uyining ichki xonasiga olib boradi. Saodat ko'zlarini kattalatdi. Uy hali ham bor. Hadicha bosh irg'adi. Va u yerda bir odam seni kutmoqda. U sening yo'qolgan singling bo'lishi mumkin. Saodat shuni eshitib butun vujudi junjikdi. Singlim. Hadicha hech narsa demadi. Chunki devor yorilib Shavkatning odamlari xonaga bostirib kirgan edi. Oldinda Shavkatning o'zi turardi. Uning ko'zlarida g'alaba emas, vahshiy sovuqlik bor edi. Endi, dedi u past ovozda, hammasi tugadi. Saodat esa kalitni mushtiga mahkam bosib ilk bor javob qaytardi. Yo'q, dedi u. Endi boshlanadi. U kalitni Hadichaga uzatdi. Bolalarni olib chiq, dedi u. Men uni ushlab turaman. Hadicha boshini chayqadi. Yolg'iz qolma. Ammo Saodat endi hech kimni orqaga tortmaslikka qaror qilgan edi. U uzun nafas oldi va oldinga bir qadam tashladi. Shavkat kulimsiradi. Qahramon bo'lishga urinyapsanmi, dedi u. Sen hali kim bilan o'ynayotganingni tushunmading, Nozima. Saodat unga tik qaradi. Men o'ynayotgan emasman, dedi u. Men yo'qotganimni qaytarib olyapman. Shu bilan Hadicha bolalarni yetaklab orqa yo'lakka o'tdi. Saodat esa Shavkatning odamlari bilan yuzma-yuz qoldi. Qo'lidagi pichoq, sochidagi uzuk, ko'ksidagi g'azab bilan. Shavkat bir qadam oldinga yurdi. Sening otang ham shunday qilgan, dedi u. U oxir-oqibat tiz cho'kkan. Saodatning ko'zlari qizib ketdi. Mening otam qayerda, dedi u. Shavkat yelka qisdi. U omon bo'lsa kerak. Yoki yo'q. Men uchun farqi yo'q. Saodat shu gapni eshitib ilk bor to'liq g'azabga kirdi. U pichoqni uloqtirib yubordi, ammo bu bilan emas. Qo'lidagi metall qutini Shavkat tomon uloqtirdi. Quti uning bilagiga urilib tushdi. Shu lahzada Arman yuqoridagi eski quvurga chiqqancha signal chiroqni yoqdi. Omborlar ustida qizil nur yondi. Bu tashqaridagi politsiyaga ham, ichkaridagi odamlarga ham joyni ochib qo'yardi. Tartib buzildi. Shavkatning odamlari bir-biriga urildi, kimdir qochdi, kimdir eshik tomonga yopirildi. Xuddi so'nggi 10 yillikning loy va qon ustiga qurilgan imperiyasi shu lahzada yorilayotgandek edi. Saodat esa Shavkatning ko'ziga tik qarab turdi. Siz meni bolalarim bilan qo'rqitdingiz, dedi u. Lekin men endi farzandlarim uchun emas, o'zimning ishim uchun ham kurashyapman. Shu payt yuqoridan politsiya mashinalarining sirenasi yangradi. Xonaga yorug'lik tushdi. Shavkatning yuzi oqarib ketdi. U bir lahza ortga chekindi. Saodat esa bu imkoniyatni qo'ldan bermadi. U Hadicha bergan kalitni olib, yon devordagi yana bir qulfga soldi. Qarsillagan ovoz eshitildi. Yer ostidagi yana bir eshik ochildi. Ichkarida qadimiy hujjatlar, suratlar va bir dona kichik temir seyf turgan edi. Saodat kalitni uning qulfiga burdi. Seyf ochilgan zahoti xonada hamma jim bo'lib qoldi. Ichkarida bir surat bor edi. Suratda Hadicha, Qodirxon, bir yosh qizaloq va bolaligida yo'qolgan ikkinchi chaqaloq turardi. Uning bilagida ham o'sha yulduzsimon belgi bor edi. Saodat suratga tikilib shivirladi. Bu mening singlim. Hadicha ko'z yoshini yashira olmadi. Ha, dedi u. Va u ham tirik bo'lishi mumkin. Shu payt orqa tomondan tanish erkak ovozi eshitildi. Tirik. Lekin endi siz bilganingizdek emas. Saodat o'girilib qaradi. Yer osti xonasining qorong'u burchagida yuzini soyada yashirgan odam turardi. U juda uzoqdan, juda ko'p yillardan beri kutib kelinayotgan odam edi. Va uning ovozini Saodat darhol tanidi. Otam, dedi u zo'rg'a eshitilarli ovozda. Erkak asta oldinga chiqdi. Uning yuzida yillar, pushaymon va tiz cho'kmagan bir og'riq bor edi. U qaytgan odam edi. Saodat bir lahza qotib qoldi. Otasi bor edi. Yashab turgan edi. Ammo bu topilish quvonchdan ko'ra og'irroq bo'lib chiqdi. Men kechikdim, dedi u. Va shu kechikish hammani sindirdi. Shavkat shu payt qopqondan chiqmoqchi bo'lib oldinga yugurdi, lekin politsiya xonalariga bostirib kirib, uni va odamlarni qo'lga ola boshladi. Qichqiriqlar, buyruqlar, yerga urilgan qurollar. Hammasi bir-biriga qo'shilib ketdi.
Saodat esa otasiga qarab turardi. Nega meni tashlab ketdingiz, dedi u. Otasi ko'zini yumdi. Chunki men seni saqlab qolaman deb o'zimni yo'qotgan edim, dedi u. Hadicha seni yashirdi. Men esa uzoqdan kuzatdim. Lekin seni ko'rishga jur'at qilolmadim. Saodatning ko'zlari yoshi bilan to'ldi. Lekin u qulamadi. Chunki shu paytda Hadicha uning yoniga keldi va sekin dedi, endi sen o'zingga qaytding. Yerosti xonasidagi monitorlar birdan yonib, eski serverlar ishga tushib ketdi. Onasining yozuvi, bank hisoblari, hujjatlar, Shavkatning imzolari, o'g'irlangan bolalar ro'yxati. Hammasi ekranda ochildi. Katta sir dunyoga chiqayotgan edi. O'sha onlarda Shavkatning haqiqiy sherigi ham fosh bo'ldi. Bu hamma bilganidan ham yuqori turgan odam edi. U oq sochli, sokin yuzli, shahar ichidagi eng hurmatli nomlardan biri bo'lib chiqdi. Politsiya uni ham qo'lga olishga o'tdi. Saodat bu manzarani ko'rib chuqur nafas oldi. Hamma narsa yorilayotgan edi. Hadicha qo'liga tushgan daftarni Saodatga uzatdi. Bu senga tegishli emas edi, dedi u. Lekin endi sendan boshqa hech kim buni ko'tara olmaydi. Saodat daftarga qarab bosh irg'adi. Men ko'taraman, dedi u. Chunki men endi qo'rqmayman. Shu bilan u singlisi haqida, o'z otasi haqida, onasining xatolari haqida va bolalari kelajagi haqida qaror qildi. U bu sirni yashirmaslikka, yo'qotilgan hammani topishga va nomi o'g'irlangan qiz sifatida emas, o'zi tanlagan ayol sifatida yashashga qasam ichdi. Saodat daftarga mahkam yopishib turardi. Yerosti xonasidagi shovqin allaqachon ortda qolgan, lekin uning ichida hali ham urush davom etayotgandek edi. Bir tomonda yangi topilgan haqiqatning og'irligi, bir tomonda yillar davomida yo'qotilgan oilaning qaytib kelgan bo'laklari, bir tomonda esa hali ham topilmagan singilning soyasi. Otasi jim turar, Hadicha ko'z yoshlarini yashirmas, Arman bilan Maysara esa onalarning atrofida siltanib turardi. Saodat birinchi marta shuni sezdi, u endi yolg'iz emas edi. Lekin bu yolg'izlik tugagani emas, faqat shaklini o'zgartirgandi. Men bu yerda tug'ilib, bu yerda yo'qotilganman, dedi u bo'g'iq ovozda. Endi esa o'zimni shu yerda qayta topaman. Otasi boshini egdi. Bu bosh egish kechikkan tavba emas, balki 10 yillik sukutning og'ir yuki edi. Sening singling bor, dedi u sekin. U biz o'ylaganimizdan ham yaqinroq bo'lishi mumkin. Saodat boshini ko'tardi. Qayerda? Otasi chuqur nafas oldi. Men aniq bilmayman, dedi u. Ammo men bir narsani bilaman, uni qutqarish uchun faqat kuch emas, ishonch ham kerak bo'ladi. Hadicha eski daftarni varaqlab bir sahifani ko'rsatdi. U yerda eski manzil, kodli belgi va bir ism yozilgan edi. Bu kim, dedi Saodat. Hadicha bir zum jim qoldi. So'ng shivirladi, bu sening singlingning yangi ismi. Saodat ko'zlarini qisib o'qidi. Ism unga mutlaqo begona edi. Ammo yozuv ostida kichik izoh bor edi. Agar u seni ko'rsa, seni taniydi. Lekin o'zini emas. Bu jumla Saodatning vujudini junjitib yubordi. Demak, singlisi yashagan, o'sgan, boshqa ism ostida ulg'aygan va ehtimol o'z aslini unutishga majbur bo'lgan edi. U birdan xonadagi hamma narsaga boshqacha qaradi. Bu endi qutqaruv emas, oilani qayta tiklash edi. Shu payt yuqoridan politsiya xodimlarining ovozi eshitildi. Kimdir yerosti yo'lagini topgan edi. Chiqishimiz kerak, dedi Hadicha shoshilib. Bu yer endi ularga qolmasin. Otasi eshik yoniga borib, yashirin tirgakni bosdi. Devor bo'ylab kichik qopqoq ochildi. Undan eski metall zinapoya ko'rindi. Bu yo'l ko'chaga chiqadi, dedi u. Lekin bizdan oldin Shavkatning odamlari ham shu yo'lni bilgan bo'lishi mumkin. Saodat bolalarini bag'riga bosdi. Unda tezroq yuramiz, dedi u. Ular qorong'u zinapoya bo'ylab yuqoriga chiqib borar ekan, pastda sirenalar tovushi, politsiyaning qichqiriqlari va tarixga ko'milgan jinoyatlarning ovozi ortda qolardi. Lekin bu hali hammasi emasdi. Ular tashqariga chiqqan zahoti sovuq tong havosi yuzlariga urildi. Osmon oqarib kelayotgan, shahar esa hali uyg'onmagan edi. Omborlar ortida jimjitlik hukm surardi. Ammo uzoqda qora mashina turardi. Uning yonida esa tanish soyali odam. Saodat uni ko'rib qotdi.
Bu oq sochli, sokin yuzli, hammasini boshidan boshqargan odam edi. U qo'llarini cho'ntakka solgancha ularga tikilib turar, xuddi hali ham o'zi g'olibdek. Sizlar qochyapman deb o'yladingizmi, dedi u. Saodat tishlarini tishiga bosdi. Siz nima istaysiz, dedi u. Odam asta jilmaydi. Men faqat o'z o'tmishimni yopmoqchiman, dedi u. Va bu ishni sening singlingsiz yakunlay olmayman. Hadicha qo'lini og'ziga olib ketdi. U tirik, dedi u past ovozda. Odam bosh irg'adi. Ha. Va u sizga o'xshamaydi. Lekin sizlardan biri kabi yashaydi. Saodat bir qadam oldinga chiqdi. Uni qayerda yashiryapsiz? Odam uning ko'ziga qaradi. Men yashirmayman, dedi u. Men uni tarbiyalayman. Shu gap Saodatning ichini tilib o'tdi. Demak, singlisi dushman qo'lida emas, tizimning ichida ulg'aygan edi. Sizga kerak bo'lgan narsa pullar emas, dedi u sovuqqina. Sizga kerak bo'lgani uning roziligi. Va u sizni tanimaydi. Otasi bir zum oldinga tashlandi. Ammo politsiya mashinalarining faralari yo'lni yorib kirib keldi. Kimdir qo'llarini ko'tarishni buyurdi. Qora mashina egasi sekin orqaga yura boshladi. Bu oxiri emas, dedi u. Agar uni ko'rmoqchi bo'lsangiz, meni topasiz. Shu so'zlar bilan u mashinaga o'tirdi va tungi yo'lga kirib ketdi. Saodat uning ortidan qarab qoldi. Singlisi qo'lida, oilasi bir chetda, onasi yonida, otasi ortida. Va u yana bir narsani angladi. Bu odam ular kutgan yakun emas, balki yangi boshlanishning soyasi edi. Politsiya xodimlari ularga yaqinlashdi. Hadicha chuqur nafas oldi. Endi gapirish vaqti keldi, dedi u. Chunki biz 30 yilga yaqin yurgan yo'limizning oxirgi tuguniga keldik. Saodat bosh irg'adi. Lekin ichida bir savol o'chmas edi, singlisi nega uni tanimaydi? U qayerda, kim bilan, qanday hayot kechirmoqda? Va eng muhimi, o'sha odam nega uni tarbiyalayman, dedi. Tong asta yorishib borar, shahar ustida tuman suzardi. Bu tuman ichida endi yolg'onlar emas, balki ochilmagan so'nggi haqiqatlar yotardi. Saodat bolalarning qo'lidan mahkam tutdi. U endi faqat merosxo'r emas edi. U qidiruvchi, himoyachi va haqiqatni qaytaruvchi ayolga aylangan edi. Va uning oldida hali bir butun hayot ochilib turgandi. Tong yorishib kelar, tuman asta-shasta ko'chalar uzra yoyilib borardi. Saodatning yuragi esa hanuz tun ichida qolib ketgandek og'ir urardi. U bolalarning qo'lini mahkam ushlab turar, Hadicha yonida jim borar, otasi esa orqada boshi egik, go'yo har bir qadamida o'tmishning og'irligini ko'tarib kelayotgandek edi. Ular politsiya kuzatuvida bo'lsa-da, aslida hali ham xavfsiz emasdi. Chunki oxirgi so'z aytilmagan, oxirgi yuz ochilmagan, oxirgi dushman yiqitilmagan edi. Biz qayerga ketyapmiz, dedi Saodat nihoyat. Hadicha uzoq jim qoldi. So'ng ovozini pasaytirib, sening singlingni topgan joyga, dedi. Saodat to'xtab qoldi. Siz uni topdingizmi? Hadicha bosh irg'adi. Men uning iziga ko'p yillar davomida tushdim, dedi u. Va kecha nihoyat u yashaydigan joyning manzili qo'limga tushdi. Saodatning ko'zida birinchi bor umid chaqnadi. Ammo shu umidning ichida qo'rquv ham yashirin edi. Chunki u o'z singlisini ko'rishdan oldin uni kimga aylantirib qo'yishganini bilishga majbur edi. Ular shahar chetidagi eski bolalar uyi tomon yo'l olishdi. Tashqi tomondan u tashlandiq bino bo'lib ko'rinar, derazalardan biri sinib tushgan, devorlari ko'k bo'yoqning qolgan izi bilan o'chib borayotgan edi. Ammo ichkarida hali ham hayot borligi sezilardi. Qorovul eshigi oldida Hadicha to'xtadi. Ichkarida seni tanimaydigan qiz bor, dedi u. Lekin qon ayrim paytda ismdan ham avval gapiradi. Saodat yuragini changallab eshikdan ichkariga kirdi. Dahliz jim, ammo havosi g'alati tanish edi. Xuddi bir vaqtlar shu yerda bolalik yig'isi, sirli qo'ng'iroqlar va so'ngan xotiralar yashaganidek. Ular kichik o'quv xonasiga kirishdi. Deraza yonida turgan qiz orqasiga o'girilmadi. U 20 yoshlardagi, yuzida sokinlik bor, ammo ko'zlarida o'tkir ehtiyotkorlik yashiringan qiz edi. Uning chap bilagida mayda yulduzsimon xol bor edi. Saodat shu belgini ko'rgan zahoti nafasi to'xtab qoldi. Dilafruz, dedi u titrab. Qiz bir zum qotib qoldi.
Keyin sekin boshini ko'tardi. Ko'zlari Saodatnikiga qadalganda yuzida g'alati bir zo'riqish paydo bo'ldi. "Siz kim bo'lasiz?" dedi u. Saodat bu savolni eshitib larzaga tushdi. Ko'zlari yoshga to'ldi, ammo u yiqilmadi. "Men sening opangman", dedi u bo'g'iq ovozda. Xona ichida sukunat qulab tushdi. Dilafruzning lablari qimirlaganday bo'ldi, ammo u darhol o'zini tutdi. "Opam yo'q", dedi u sovuqroq ovozda. "Menga shunday deyishgan." Hadicha oldinga bir qadam tashladi. "Biz seni yo'qotganmiz", dedi u. "Lekin seni tashlab ketmaganmiz." Dilafruz qattiq nafas oldi. "Meni bu yerda kimdir doim kuzatgan", dedi u. "Menga bolaligimdan o'zim haqimda savol berish taqiqlangan. Ismimni ham boshqa odam qo'ygan." Saodat uning so'zlarini eshitib ichidagi alamni zo'rg'a yutdi. Demak, singlisi ham o'zi kabi o'g'irlangan taqdirning qurboni bo'lgan. "Ular senga nima deyishgan?" dedi Saodat. Dilafruz ko'zlarini qisib devordagi eski rasmga tikildi. "Ular men hech kimning farzandi emasligimni aytishgan", dedi u. "Faqat bu yerda yashaydigan, kerak bo'lsa o'chirib tashlanadigan qiz ekanimni." Saodatning tomog'i quruqib ketdi. U singlisini quchoqlamoqchi bo'ldi, ammo Dilafruz bir qadam orqaga chekindi. Bu yaqinlikdan ham qo'rqayotgan edi. "Men sizga ishonishim uchun dalil kerak", dedi u. "Hamma odamlar menga shunday yo'l bilan yolg'on gapirishgan." Hadicha ko'z yoshini yashira olmadi. U cho'ntagidan eski bir surat chiqardi. Unda yosh Saodat va chaqaloq Dilafruz yonma-yon edi. Suratning orqasida onasining qo'li bilan yozilgan so'zlar bor edi: "Ikki qizimni ham yashiraman." Dilafruz suratga tikilib qoldi. Ko'zlari bir zum titradi. "Bu menmanmi?" dedi u sekin. Saodat bosh irg'adi. "Ha, sen." Shu payt tashqarida avtomobil signalining keskin ovozi eshitildi. Hadicha derazaga qaradi. "U topdi", dedi u shivirlab. "U bizni bu yerda topdi." Saodat ham deraza tomon qaradi. Qora mashina hovli oldida to'xtab, ichidan oq sochli odam tushib kelayotgan edi. Uning harakati sokin, lekin soya singari qo'rqinchli edi. "U bu yerga nega keldi?" dedi Saodat. Hadicha javob berdi, chunki Dilafruz uning qo'lidan chiqib ketganini bildi. Dilafruz birdan qotib qoldi. "Men uning qo'lida bo'lganmanmi?" dedi u. Hadicha va Saodat bir vaqtning o'zida bosh irg'adi. Dilafruzning yuzi oqarib ketdi. Xuddi uning bolalikdagi barcha sokin yillari birdan yorilib tushgandek edi. Eshik tashqaridan qarsillab taqillatildi. Ovoz tanish edi. "Dilafruz", dedi oq sochli odam tashqaridan sokin ovoz bilan. "Men seni olib ketgani keldim." Saodat yuragini changalladi. "Uni qayerga olib ketmoqchisiz?" dedi u eshik tomonga yurib. Erkak javob berdi: "U men tarbiyalagan qiz. U meni tashlab keta olmaydi." Bu gapni eshitgan Dilafruzning ko'zlari kattalashdi. "Nega u bunday deyapti?" dedi u. Hadicha labini tishladi. "Chunki u seni o'ziniki deb o'ylaydi", dedi u. "Lekin sen hech qachon uning bo'lmagansan." Shu bilan eshik yana qattiq urildi. Politsiya mashinalari uzoqda sirena chalib yaqinlashar, bolalar qo'rqib onalarning orqasiga yashirinar, xonadagi havo esa siqilib borardi. Saodat birdan qaror qildi. U eshikni ochdi. Oldida oq sochli erkak, yuzida esa xavfli xotirjamlik bilan turgan odamni ko'rdi. "Endi yetarli", dedi u sovuqqina. "Siz menga singlimni qaytarsangiz, men sizga siz yashirgan hamma narsani beraman." Erkak kulimsiradi. "Sen hali ham savdolashyapsan", dedi u. "Lekin men sening kelishingni allaqachon oldindan bilganman." Saodat hushyor tortdi. "Siz nimani nazarda tutyapsiz?" Erkak qo'lidagi kichik elektron qurilmani ko'rsatdi. Unda Saodatning uyiga, bolalariga, hatto bu bolalar uyiga qadar bo'lgan barcha harakatlar kuzatilganini ko'rsatadigan belgilar miltillardi. "Men seni faqat boylik uchun emas", dedi u. "Seni bo'sh joyga, bo'sh ismga aylantirish uchun kuzatganman." Saodatning ko'zlari yondi. "Men endi bo'sh emasman", dedi u. "Men kimligimni bilaman." Erkakning kulgisi so'ndi. "Unda yana bir narsani bilib qo'y", dedi u. "Sen mening qizimni topding.
Lekin men senga hali o'zimning ham qizim borligini aytmadim. Saodat qotib qoldi. Hadicha ham, Dilafruz ham bir zumda jim bo'lib qoldi. Bu jumla xonadagi barcha havoni yorib yuborgandek edi. Oq sochli odam sekin orqaga yurdi va mashina tomonga qarab dedi: "Haqiqatning oxirgi qismi hali ochilmadi." Shu payt politsiya sirenasi hovli eshigi oldida to'xtadi. Yon tomondan qurollangan xodimlar yugurib kirib kelishdi. Saodat esa oldinda o'z singlisi, orqasida onasi, yonida bolalari bilan turib, hayotidagi eng katta tanlovga tikildi. U endi nafaqat o'zini, balki butun oilani birlashtirishga majbur edi. Va o'sha odamning so'nggi gapidan u bilib turardi. Bu o'yin endi meros haqida emas, otalik, egalik va yo'qotilgan insoniylik haqida edi. Saodat oq sochli odamning so'nggi gapiga tikilib qotib qoldi. "Mening ham qizim bor" degan jumla xuddi sovuq temir bo'lib ko'ksiga urilgandek edi. Bu gap nafaqat tahdid, balki butun sirlar tizimining yuragiga tushgan zarba edi. U bir soniya nafas olishni unutdi. Hadicha ham, Dilafruz ham bir-biriga qarab qoldi. Bolalar esa onalarining ortiga yashirinishdi. Oq sochli odam ularning sukutidan zavq olayotgandek sokin jilmaydi. "Siz meni yomon odam deb o'ylayapsizlar", dedi u. "Lekin men faqat o'z oilamni saqlab qolishga uringanman." Saodat istehzoli kulib yubordi. "Oilani saqlab qolish", dedi u. "Siz bolalarni o'g'irlab, ismni o'zgartirib, onalarni sindirib, buni oilam deb atayapsizmi?" Erkakning ko'zi bir lahza qorong'ulashdi. "Qudratli odamlar oilani shunday saqlaydi", dedi u. "Ular boshqaradi, tartiblaydi, yashiradi." Dilafruz bir qadam oldinga chiqib, birinchi marta ovozini balandroq qildi. "Siz meni boshqargan bo'lishingiz mumkin", dedi u. "Lekin men sizniki emasman." Bu so'z xonaga urilgan chaqmoqdek tarqaldi. Oq sochli odamning yuzida ilk bor g'azab ko'rindi. U doim sokin bo'lib ko'ringan, ammo endi ichidagi yovuzlik yuziga chiqayotgan edi. "Men seni ko'tarib katta qildim", dedi u past ovozda. "Men seni yo'qolib ketishdan saqladim." Dilafruzning ko'zlarida yosh bilan birga nafrat ham paydo bo'ldi. "Meni saqlagan bo'lsangiz", dedi u, "nega men o'zim kimligimni bilmay ulg'aydim?" Odam javob bera olmadi. Shu payt Saodat yonidagi telefonni ko'tarib bir tugmani bosdi. Ekran darhol jonlandi. U uni oldindan tayyorlab qo'ygandi. Xonadagi eski monitorlarga ulanib, ichkarida yashirilgan fayllarni ochish uchun. Oq sochli odam buni ko'rib yuzini burishtirdi. "Nima qilding?" dedi u. Saodatning labida sovuq jilmayish paydo bo'ldi. "Men sizning hech qachon ko'rmaydigan narsangizni ko'rsataman", dedi u. Monitorlar birdan-birin ketin yonib, yerosti xonasidan topilgan hujjatlar, bank yozuvlari, ism ro'yxatlari va bolalar haqidagi yashirin fayllarni butun hovliga uzata boshladi. Politsiya xodimlari ham, eshik oldida turganlar ham, hatto yo'lakdan chiqishga tayyorlanganlar ham to'xtab qolishdi. Ekranda oq sochli odamning haqiqiy ismi, Shavkat bilan aloqasi, Hadichaga qarshi yillar davomida uyushtirilgan reja va Dilafruzning asl ismli hujjati paydo bo'ldi. Xonada jimlik o'ldi. Oq sochli odamning yuzi oqarib ketdi. "Buni o'chir", deb qichqirdi u. Lekin kech edi. Politsiyadan biri unga qarab qo'lini ko'tardi. "Siz hibsga olindingiz", dedi u. Odam birdan orqaga chekindi. U qurollangan bo'lsa-da, endi qudrati tugagan edi. "Siz meni tushunmadingiz", dedi u. "Men bu hammani himoya qilmoqchi edim." Saodat uning so'zini kesdi. "Siz himoya qilganingiz yo'q", dedi u. "Siz egallagansiz." Bu paytda oq sochli odamning mashinasidan yana bir qiz tushdi. U jim, qo'rqoq, ko'zlari esa hech kimga qaramaydigan darajada ehtiyotkor edi. Saodat uni ko'rishi bilan to'xtab qoldi. Qizning bilagida ham o'sha yulduzsimon xol bor edi. Hadicha sekin pichirladi. "Bu." Oq sochli odam og'ir nafas oldi. "Ha", dedi u. "Bu mening qizim. Va sizning singlingiz." Dilafruz uning oldiga bir qadam tashladi. Qiz esa ko'zlarini yerga tikdi. "Men uni bilmayman", dedi u sekin. "Menga bu odam mening otam deb aytishgan." Saodatning ko'zlari yoshga to'ldi. U bir zumda bu qizga yaqinlashdi, lekin qiz ortga chekindi. Uning tanasi qo'rquvga o'rgatilgandi. "Siz mendan nima xohlaysiz?" dedi u.
Saodatning ovozi yumshadi. Men sendan hech narsa xohlamayman, dedi u. Men seni qaytarib olmoqchiman. Qiz ko'zlarini ko'tardi. Birinchi marta bir narsaga ishonib bo'lmas darajada tik qaradi. Bu nigohda onani tanimaslikning og'rig'i, opaga begonalikning alami va butun bolalikning bo'shligi bor edi. Oq sochli odam esa bu manzarani ko'rib qo'lidagi so'nggi qurolni oldinga qaratdi. Lekin politsiya xodimlari bir zumda uni yerga yotqizdi. Qurol qo'lidan tushdi. U yiqilayotib Saodatga qaradi. Sen g'olib bo'ldim deb o'ylama, dedi u. Bu yerda hali ko'p odamlar bor. Shu so'z bilan u jim bo'ldi. Hibsga olindi. Lekin uning aytgan gaplari xuddi devor orasidagi sovuqdek qoldi. Saodat bu so'zlarning ma'nosini seza boshladi. Shavkat ham, oq sochli odam ham yagona zanjirning bo'laklari edi. Va zanjirning oxiri hali topilmagan edi. Hadicha asta qiz tomonga yaqinlashdi. Isming nima, dedi u titrab. Qiz boshini ko'tardi. Menga Laylo deb aytishgan, dedi u. Hadicha ko'z yoshini tiya olmadi. Yo'q, dedi u. Sening isming Dilafruz emas. Sening boshqa isming bor. Qizning ko'zlari katta ochildi. Qanday ism? Hadicha og'ir nafas oldi. Mehriniso. Qiz bu ismni eshitganda ko'ksiga qo'l bosdi. Xuddi yillar davomida biror ovoz ichida yashirinib yurgan bo'lak birdan uyg'ongandek. Men bilaman bu ismni, dedi u titrab. Men uni tushlarimda eshitganman. Saodat shu daqiqada singlisining yo'qolmaganini, faqat uning ichidagi xotiralar bog'lab qo'yilganini tushundi. U Mehrinisoni quchoqlashga shoshilmadi. Avval ko'ziga qaradi. Sekin mehr bilan. Va qiz bu nigohda yolg'on yo'qligini sezib birinchi marta yig'ladi. U yillar davomida chiqolmagan yig'ini chiqarib yubordi. Men sizni eslay olmadim, dedi u. Lekin ichimda kimdir meni kutayotganini his qilardim. Saodat uni bag'riga oldi. Bu quchoqda yillar, kechikkan sevgi, o'g'irlangan bolalik va qayta topilgan qon bor edi. Hadicha ham ularning yoniga kelib qo'shildi. 3 avlod bir quchoqda yig'lashdi. Bolalar esa jim turishardi. Ular kattalarning dardini tushunmasdi, lekin bu daqiqada uyga o'xshash issiqlikni sezib turishardi. Politsiya hujjatlarni yig'ishda davom etdi. Shavkatning imperiyasi qulab borar, yerosti xonadagi fayllar esa endi yashirilmasdi. Lekin Saodat uchun eng muhim narsa shu edi, u singlisini topdi. Va onasini yana bir bor topdi. Otasi uzoqdan ularga qarab turardi. U birinchi marta to'liq yengilgan emas, balki o'z qilmishlari og'irligi ostida ezilgan odamga o'xshardi. Saodat unga qaradi. U endi nafaqat g'azab, nafaqat alam, balki g'alati bir achinish ham sezdi. Siz ham bir kun bu quchoqqa kirishingiz mumkin edi, dedi u past ovozda. Lekin siz tanlamadingiz. Otasi boshini egdi. Javob bermadi. Chunki javob yo'q edi. Shu payt tong to'liq yorishdi. Shahar ustidan tun ko'chdi. Va bir paytlar yo'qolgan qiz, yo'qolgan opa, yo'qolgan ona va yo'qolgan haqiqat bir joyga yig'ildi. Qodirxonlar boyligidan ham qimmat narsa qaytdi. Ism qaytdi. Oila qaytdi. Va Saodat endi ilk bor o'zini haqiqiy nom bilan his qildi. U qo'lidagi uzukni Mehriniso tomon tutdi. Qiz uni ushladi. Yulduzli holga qaradi. Va shu zahoti hamma narsani eslashga urinayotgandek ko'zini yumdi. Bu ism, bu uzuk, bu belgi, hammasi uning bolaligidan qolgan iz edi. Endi qaytamiz, dedi Saodat sekin. Uyga. Mehriniso bosh irg'adi. Hadicha ko'zini artdi. Bolalar esa ularga ergashdi. Orqada esa sirenalar orasida so'nggi dushmanlarning soyasi yo'qolib borardi. Lekin haqiqiy yakun shu edi, u endi topilgan edi. Va topilgan odam yana bir umr yashirinib ketmasligi kerak edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Tutash qalblar kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.